O'zbekistonda turizmni rivojlantirish nafaqat iqtisodiy o'sishni ta'minlash, balki mamlakatning xalqaro maydondagi imijini kuchaytirishga xizmat qiladi. Turizm sohasidagi keng imkoniyatlardan foydalanish orqali O'zbekistonni jahon sayyohlik xaritasida o'z o'rniga ega mamlakatga aylantirish imkoni bor. Bu haqda Imom Buxoriy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi katta ilmiy xodimi, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Shukrullo Umarov shunday deydi. Imom Buxoriy ziyorati yoki boshqa alohida bir tur paketlar tashkil qilinib, bu Imom Buxoriy majmuasiga kelishlik masalasi ko'rilyapti. Bu yerda yaratilgan sharoitlar xalqaro mehmonlarni bemalol qabul qiladigan darajada atrofidagi infratuzilmalar, mehmonxonalar va kelgan sayyohlarni, kelgan mehmonlarni bemalol qabul qila oladigan sharoit yaratilganligi yanada bu albatta yurtimizdagi keyingi vaqtlarda bo'ladigan bunyodkorlik ishlari amaliy ramzi sifatida ko'rishimiz mumkin. Toshkentdagi Islom sivilizatsiya markazi, Samarqanddagi Imom Buxoriy majmuasi, Imom Matrudiy majmualarini, demak, batamom yangidan qad ko'tarilishligi, bu maqsad O'zbekiston yurtimizni buyuk tarixini buyuk kelajak bilan bog'laydigan ma'naviy, ma'rifiy ko'prik sifatida ko'rilyapti.